Sasna daraxti Markaziy Yevropada ko'p uchraydi. Bu daraxtni musofirda yurgan, ya'ni Rossiyada yurgan akalarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Sasna daraxti namgarchiligi yuqori bo'lgan daraxt hisoblanadi, lekin uni to'g'ri, yaxshi quritilsa, yaxshi turdagi yog'och materiallarni ishlab chiqarish mumkin bo'ladi. Imbel Group Rossiyadan O'zbekistonga birinchi qo'l holatda sasna daraxtini olib kelib, mana shu yerda ishlab chiqarish jarayonlarini yo'lga qo'ygan. Bizda barcha turdagi yog'och materiallari mavjud. Bemalol bizning mahsulotimizni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bizda sasna daraxtdan sifatli holatda qilingan turli xil turdagi yog'och materiallari mavjud. Bu yog'och materiallarning afzalliklarini aytadigan bo'lsak, sifatli bo'ladi, juda ham katta og'ir bosimga chidamli holatda bo'lgani uchun ham talab juda ham yuqori bo'ladi bu daraxt mahsulotiga. Undan tashqari lak, emal kabi aralashmalarni juda yaxshi shimgani uchun ham bu daraxtni ko'pincha ustalarimiz yaxshi ko'rishadi. Sasna daraxtdan tayyorlangan barcha turdagi yog'och materiallarni esa Imbel Groupdan buyurtma qilishingiz mumkin. Pastga nomerlarni qoldirib o'taman. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ha, aytgancha, lokatsiyamiz Telegram kanalimizda.